ChatGPT'ni ortda qoldirayotgan Gemini bu funksiyasini ko'pchilik bilmaydi. Haqiqiy ekspertlar TM funksiyasini ishlatib, hayratlanarli natijalarni olishadi. Yurechani bosib qo'ying, bu qanday ishlashini o'rgataman. Gemini har qanday murakkab tizimni, u xoh biznes strategiya bo'lsin, xoh virusli kontent, mayda atomlarga parchalab, uni yashirin algoritmini sizga ochib beradi. Ilmiy tilda bu double chain of thought mantiqi deyiladi. Misol uchun men Gemini'ga Apple'ning 10 yillik marketing strategiyasiga yo'naltirdim va birgina buyruq berdim. Natijada Gemini Apple'ning ko'p milliardlik muvaffaqiyati ostida turgan 3 ta fundamental psixologik triggerni topdi. Bu funksiya sizga faqatgina kimnidir natijasiga havas qilishni emas, balki o'sha natijaga olib boruvchi master kodni beradi. Bu algoritmni tushunganingizdan keyin siz uchun ko'pgina muvaffaqiyat hikoyalari shunchaki tasodif emas, balki matematik hisob-kitoblarga aylanadi. Agar sizga ham dunyo gigantlari qo'llaydigan teskari muhandislik prompti va Apple'ning yashirin formulasi kerak bo'lsa, izohlarda DNK so'zini yozib qoldiring. Sun'iy intellektni shunchaki ishlatmang, uni boshqaring. Profilimga obuna bo'lishni unutmang.